Mashhurlik ortidan quvish ba'zan inson hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar uchun olingan birgina trend video yo'lda ketayotgan boshqa odamlarning taqdirini xavf ostida qoldirmoqda. Qashqadaryo viloyatida ham aynan shunday mas'uliyatsiz harakatga barham berildi. Cobalt rusumli avtomashinadagi erkatoyning trend videosining oxiri jarima maydonchasi bo'ldi. O'zi esa sud oldida javob beradi. Ushbu shaxslar o'zlariga tegishli Cobalt rusumli avtomashinalarda serqatnov yo'l qismida qasddan harakat yo'nalishlarini bir necha marotaba keskin o'zgartirib, drift holatini namoyon etgan. Bu harakat esa nafaqat ularning shaxsiy xavfsizligi, balki yo'lda harakatlanayotgan boshqa transport vositalari va piyodalarning hayotini ham katta xavf ostida qoldirgan. Yuz bergan holat yuzasidan yo'l patrul inspektorlar tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borildi. Olib borilgan tekshiruvlar natijasida avtomashina haydovchilarining shaxsi aniqlandi hamda mazkur shaxslar haydovchilik guvohnomasi ham umuman ega emasligi ma'lum bo'ldi. Qoidabuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Huquqbuzarlik sodir etgan transport vositasi esa vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Cobalt rusumli avtomashina drift qilib harakatlanib ijtimoiy tarmoqqa chiqargani uchun ushbu haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik ushlab turish jarima maydoniga ta'minlandi. To'plangan barcha hujjatlar qonuniy baho berish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Koson tumani sudiga yuborildi. Sud majlisida ish atroflicha ko'rib chiqilib, qonun doirasida qaror qabul qilindi. 2025-yil Koson tumani markazida o'z boshqaruvimdagi avtomobil haydagan holatda drift qildim. Mashina kimniki? Tanishim. Hushaymonman. Mashina o'ziznikimi? Yo'q. Kimniki? Xolam. Xolangizniki? Hujjati bormi mashina haydashda? Yo'q. Degan ishimdan pushaymonman, qayta takrorlamayman. Sud qaror qildi. Toshmurod ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-prim 10 moddasining 2-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda, ya'ni 20.600.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Najimovga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10 moddasining 2-qismi bilan 15 sutka ma'muriy qamoqqa olish jazosi tayinlansin. Muhriddin Jalolov, Yorqin Bobonazarov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.